Shavkat Mirziyoyev Belgiyaga rasmiy tashrifi doirasida Yevropa yetakchi kompaniya va banklari rahbarlari bilan davra suhbati o'tkazdi. Uchrashuvda Yevropa ittifoqining kengayish bo'yicha komissari Marta Kos va bir qancha kompaniya hamda korporatsiyalarning rahbariyati ishtirok etdi. Keyingi 7 yilda tovar ayirboshlash 2 barobar ko'paygani, Yevropa sarmoyasi ishtirokidagi qo'shma korxonalar soni 1000 dan oshgani, bu ko'rsatkichlar investorlarning O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlarga ishonchi ortib borayotganidan dalolat berishi ta'kidlandi. Uchrashuvda prezident hamkorlikni yanada chuqurlashtirishning 4 ta muhim yo'nalishini ko'rsatib o'tdi. O'zbekiston strategik xomashyo va minerallarni o'zlashtirish va chuqur qayta ishlash orqali yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha loyihalarni birgalikda amalga oshirishdan manfaatdor ekani, yashil iqtisodiyot va kimyo sanoati ham hamkorlik uchun istiqbolli yo'nalishlardan biri ekanligi qayd etildi. Mamlakatimiz qayta tiklanadigan energetikani faol joriy etmoqda. Energetika tizimi modernizatsiya qilinmoqda. Shunday ekan, yevropalik hamkorlarga yashil energetika, energiya tejash va ekologik kimyo loyihalarida ishtirok etish taklif etildi. Shuningdek, infratuzilma va logistikani rivojlantirish ham ustuvor ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatib o'tildi. Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari sohasiga alohida e'tibor qaratib, O'zbekistonda IT parklar va startap inkubatorlarining rivojlanishi hamda Yevropa kompaniyalari bilan sun'iy intellekt va kiberxavfsizlik sohalarida ham hamkorlik qilishga tayyor ekanligi qayd etildi.